Balalarga vaksina emletish harammi? Savol. Assalomu alaykum ustoz. Men yaqinda boshqa davlat musulmonlaridan balalarga vaksina emletish haram deb angladim. Bu to'g'rimi? Vaksinani oldin olish xarakterida o'riladigan qo'g'dirish ukoli. Buning turi ikki xil. Biri vaksina, yana biri qon suzuki debdi. Vaksinani yuz bergan kasallikka qarata mikrobdan olib, mikrobga qarata mikrobsizlantirib, süzüp elish orqali bizga kerakli qismni olib, mikrobning aktivligini o'ldirib yoki aktivsizlantirib yasaydi ekan. Qon suzuki deganni belgilangan hayvonga vaksina emlab, uning barliq qonini olib, ionsizlantirish orqali so'zildirib yasaydi ekan. B-tiplik jigar yallig'i, g'aljirliq, SARS deganda kasallarning oldini olish vaksinasi dal shu qon suzuki ekan. Haram deguchilar vaksina emletishni Allohning taqdiriga qarshi chiqqanlik yoki badaniga mikrob urganlik yoki nejis moddadan yasalganni iste'mol qilish deb bilib haram deydigandi. To'g'ri hukmini bilib baqqan bo'lsak. Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning ali tavobatlarga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Vaksina pak halal moddadan yasalgan bo'lsa, uni emletish joiz bo'lib, bu payg'ambarimizning "Ey Allohning bandalari, davolaninglar" degan ko'rsatmasi doirasiga kiradi. Oldini olmoqchi bo'lgan kasallik xatarlik va yuqumliq bo'lsa, kasalning darajasi va kasalga mubtalo bo'lish ehtimollariga qarab, uni emletish mustahab va vojib bo'lishi aniq. Bu hargizmi taqdirga zid kelmaydi. Chunki vaksina urdirishmi taqdirdan. Bu Allah yaratgan eng hurmatli maxluqlardan bo'lgan inson jismini uni vayron qiladigan vabo yoki kasaldan qo'g'dashdan boshqa ish emas. Alloh taolo o'zinglarni o'ldirmanglar. Allah haqiqatan sizlarga nihoyat mehribondir degan. Buni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bunu hadisimi ta'kidlaydi. Kimki har kuni 7 tal ajva xurmasida nashta qilsa, uninga shu kunda zahar yoki sehr ziyon qilmaydi. Albatta, vaksina emlatganda bilak og'rish, yeni qizish alomatlariga o'xshagan vaqtlik bearamchilik bo'lib qolishi mumkin. Lekin bu kasalning xatarga solishtirganda yo'qolang ziyondir. Bu xuddi shariatimizda kichik bolalarga og'riq azobi olib kelsimi, uning diniy va dunyoviy manfaatlarini qo'lga keltirish uchun foydali tarafini ko'zda tutib, xatna qildirib, badandan ozg'ina terini kesib olib o'tishga o'xshaydi. Shariat qoidasida ig'ir ziyonning oldini olish uchun yengilroq ziyonga mayli deymiz. Vaksina emlangandan keyin o'lib ketish voqealari emlangan vaksina saxta bo'lg'achqa yoki bolaning jismoniy ahvoli vaksina emlatishga munosib kelmaydigan bo'lg'achqa kelib chiqqan bo'ladi. Agar biror xil vaksinaning ziyoni ig'irroq bo'ladiganligi to'g'risida ishonchli doktorlarning yakunlari bo'lsa, u chog'da bu xil vaksina cheklanadi. Bu vaqtda ishonchli doktorlarning so'ziga qaraymiz. Gerçi ba'zi ilmiy tadqiqotlar vaksinaning bexatarligiga va unumiga andishi bilan qaragan bo'lsa-mu, lekin Amerika yemak-ichmak va dori-darmok boshqarish idorasi, Yevropa dori-darmok boshqarish idorasiga o'xshagan bir qadar ishonchli o'rinlarning necha bosqichli tajriba o'tganlardan o'tib tasdiqlanganligi, shundaqla vaksinaning qizil, chechak, xolera, choma, kezik qatorli xatarli kasallik va vabolardan nurg'unlagan insonlarni qutqizib qolganligi bir haqiqat. Hozir butun dunyo miqyosi bo'yicha turli vaksinalarning foydasining ziyonidan ko'p ekanligi aniq bo'lib ketdi deyishga bo'ladi. Vaksina emlatishning foydasini doktorlar ta'kidlab kelmoqda. Buning ichida musulmon doktorlarmi bor albatta. Agar vaksina qon, chiritilgan turalma yoki shuningga o'xshagan nejis moddalardan so'zilangan oq ranglik oqsilni ximiyalik avutish orqali yasalgan bo'lib, u nejis modda ximiyalik o'zgarish natijasida pak narsaga aylangan bo'lsa, uni emlatishga bo'ladi. Chunki u pak modda, yanada nejis holatida qoladigan bo'lsa, uning o'rnida yomon kasallikning oldini oladigan boshqa pak vaksina bo'lmasa, zaruriyat jihatdan joiz bo'ladi. Intayin yengil kasalliklarning oldini olish uchun uni emlatishga bo'lmaydi. Haq taolo aytadi: "Shunga Allohning sizlarga rizq qilib bergan halol, pak yemakliklaridan yenglar. Agar Allohga ibodat qiladigan bo'lsanglar, Allohga shukr qilinglar. Alloh sizlarga faqatla o'zi o'lib qolgan hayvonni, qonni, cho'chqa go'shini va Allohdan boshqasiga bug'uzlangan hayvonni yeyishni harom qildi. Kimki majbur bo'lib, ko'ngli xolamagan yoki chekdan oshmagan holda yesa,
Allah haqiqatan mağfirat qilg'uchidir, mehribondir. Nahl surasi 114-oyat. Yuqorqilarga asosan vaksina orqali o'zimizni va farzandlarimizni turli vabolardan, kasalliklardan qo'g'dab qilishimiz lozim. Bu ishqisal qarash bir tarafdan mas'uliyatsizlik sababidan gunoh hisoblansa, yana bir tarafdan ilm ma'rifatga va davolanishga alohida ahamiyat bergan islom dinimizning obrazini xunuk ko'rsatib qo'yishga sabab bo'ladi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.